Demak do'stlar, dastlabki jang albatta prelim janglari bo'lib o'tadi va yengil vazn toifasida birinchi bo'lib ringga Toshkent viloyati vakili Dinamo klubi a'zosi Islomjon Jumaboyev chiqib kelmoqda. O'z debyutini o'tkazish uchun tayyor. Va uning raqibi mahalliy bokschi Farg'ona viloyatidan Sanjon To'rakeldiyev. Bunda 6 jang bor, 6 g'alaba va 6 nokaut qayd etganligini ham e'tirof etishimiz shart. Sanjon To'rakeldiyev albatta Islomjon Jumaboyevni hozir imtihondan o'tkazadi, sinovdan o'tkazadi. Ali Boxing Promotion bokschilardan biri. Demak, professional boks kechasi start olmoqda. Jangni boshqarib boradigan hakamlar bilan ham tanishtirib o'tamiz. Dastlabki jang referi Islomjon Rahmonov, Namangan viloyatidan baholab boradigan hakamlar Rustam Alamajidov, Farg'ona viloyati Rabxon, yaxshi bilamiz, yaxshi taniymiz. Anvarjon Mahkamov, u ham Farg'onadan va yana bir farg'onalik hakam Avazjon Yaqubov ham bor ekanligini e'tirof etamiz. Demak, barchasi tayyor. Dastlabki jang supervisor Dilshod Abdurahmonov ijozat berdi va boshladi. Endi albatta tajribali anchagina To'rakeldiyev biroz hayajon bor ekanligini sezyapmiz. Jigariga zarba yo'llashga harakat qilib ko'rdi. Hammasi joyida. Referi faqatgina nigoh tashladi. Ikkilik zarbasi o'tayapti. Juda xotirjam To'rakeldiyev jangni davom ettiradi. Reglament bo'yicha jang 4 raund davom etishi kerak. Debyutant bokschi bilan buni tajribali bokschiga qarshi chiqishning o'zi menimcha biroz noto'g'ri. Prelim janglari. Bugun mana shu kechada jarayonni menimcha o'zingiz ham kuzatyapsiz. Biz albatta bir qancha nomdor sportchilarimizni kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Bevosita Sherzod Husanov ringda tajribali bokschimiz professional ringdagi o'zining navbatdagi jangini o'tkazishi mumkin bo'ladi. Bu 33-si yanglishmasam. Mana shu professional ringda uning jangi bo'lib o'tadi. Zarba va knockdown holat. Hammasi joyida ekanligini ko'rsatishga harakat qilyapti Islomjon Jumaboyev va menimcha referi hozir jangni to'xtatadi. Albatta Navbahor Hamidovani ochig'i bitta jang o'tkazgan Navbahor Hamidova, ammo men shaxsan kuzatmaganman nokaut bilan yakuniga yetkazgan o'sha jangini. Yaqindagina bo'lib o'tgan O'zbekiston chempionati bahslarini bevosita birgalikda kuzatdik. Navbahorning hozirgi sport formasi, uning darajasi qanday ekanligini menimcha ortiqcha ta'riflab o'tirishning hojati yo'q.
jahon chempionatlarining o'zbek ayol bokschilar orasidagi dastlabki sovrindor sportchimiz. Albatta bor imkoniyatidan unumli foydalanishga harakat qiladi. Uning chiqishini ham shubhasiz kuzatamiz. Edi Farg'onada katta boks bayrami, katta boks kechasi shubhasiz mahalliy nomdor bokschilarsiz bo'lmaydi. Abbosxon Yo'ldoshev qarshi taraflab o'tirishning hojati yo'q. Mana shu sportchimiz ham bugun ringga ko'tariladi va albatta Mirazizbek Mirzahalilovni professional ringdagi navbatdagi jangini kuzatishga biz tayyormiz do'stlar. Kechaning asosiy jangida ishtirok etadi. Demak, ikkinchi jang takrorlab bilan ko'rishingiz mumkin. Endi tushunarli. Bu vaziyatda, bu jarayonda barchasi futbolchilarga o'xshab yiqilar ekan.